Hurmatli tinglovchi, ko'rib turgan video 5-modulning 3-mavzusiga bag'ishlanadi. Mavzuning nomi fuqarolik jamiyatida yoshlar jamoalarini salohiyatini mustahkamlash. 3-mavzuni yoritar ekanmiz. 3-mavzuda siz o'zi yoshlar jamoalari kim, ularga kimlar qo'shilishi mumkin, ular nimalardan tashkil topadi, ular qanday to'siqlarga ega bo'lishlari mumkin, ularni jamiyatdagi o'rni nimadan iborat, ularni bajaradigan vazifalari nimalardan iborat, fuqarolik jamiyatidagi tutgan o'rni qanaqa, nima uchun biz ularning salohiyatini mustahkamlashimiz kerak mavzulari yoki o'zi mustahkamlash uchun qandaydir muammo yoki to'siqlar mavjudmi, agar mavjud bo'lsa ularni qanday bartaraf qilish mumkin, shu va shu atrofidagi shu kabi mavzular bilan tanishib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Qanday to'siqlarga duch keladi degan masalani ko'tarib o'tdik yuqorida. Tabiiyki, har qanday masalada, har qanday holat, hodisa bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, unda ma'lum bir muammo yoki to'siqlar mavjud bo'lishi mumkin. Ayni mana shu to'siqlarga juda katta urg'u berilgan sababi, biz biror bir oddiy bino qurilishida ham misol keltiradigan bo'lsak, bino mustahkam va uzoq muddat sizga sifatli xizmat ko'rsatilishi uchun uning poydevori birinchi o'rinda mustahkam bo'lishi kerak. Shunday ekan, yoshlar jamoalarini fuqarolik jamiyatida tutgan o'rnini, salohiyatini mustahkamlash uchun biz birinchi o'rinda hozirgi zamon yoshlarini qanday muammolar bilan duch kelishini chuqur o'rganib chiqdik. Va jumladan biz bunda gender tengligi masalasini, stereotip masalasini yoki qadriyatlar to'qnashuvi, har xil yosh avlodlarni, yoshdagi avlodlar o'rtasidagi qadriyatlar to'qnashuvlarini misol keltirib o'tganmiz. Kichkinagina misolcha tariqasida gapirib o'tadigan bo'lsak, bir vaziyatga 20 yashar yosh yigit yoki qizimiz o'zgacha qarash imkoniyatiga ega, ularning dunyoqarashi o'zgacha bo'lishi mumkin. Xuddi shu vaziyatni o'ziga 40-45 yoshga kirgan, hayotni ma'lum bir qiyinchiliklardan o'tgan, ma'lum bir chig'iriqlardan o'tgan insonlarimiz esa, shaxslarimiz esa tabiiyki umuman boshqacha nazarda qarashadi. Mana shunday qarashlar bor ekan, ular aslida tabiiy hisoblanadi, ammo shu qarashlarning o'zi xilma-xilligi ziddiyatlarga olib kelish ehtimoli katta ekan. Yuqorida sanab o'tilgan masalalar yoshlar jamoalarini shakllanishda yetarlicha ko'zga ko'rinmagan, ko'z ilg'amagan, lekin yetarlicha katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Shuning uchun biz bu muammolarga keyin to'xtalib o'tganmiz. Tabiiyki, yechimlar ham berib o'tilgan. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, 5-modulimizning 3-mavzusi yoshlar jamoalari fuqarolik jamiyatida qanaqa qilib, qanday qilib va nima uchun muhimi o'z salohiyatlarini mustahkamlashlari kerak ekanligiga tubdan to'xtalib o'tganmiz.